muhtaramlarga Baxtiyor oila deb atalgan kitobimizning ovoz nusxasini tayyorlashni, boshlashni Alloh taoloning o'zidan yordam so'ragan holda yo'lga qo'ymoqdamiz. Alloh taolo bu ishni xayrli bo'lishini barchamizga nasib qilsin. Bu kitob hammani baxtli bo'lishini Allohdan so'ragan holda yozilgan bir kitob. Chunki oilalar baxtli bo'lsa, oila a'zolari baxtli bo'ladi. Oilalarning qo'shilishidan jamiyatlar baxtli bo'ladi va butun insoniyat inshaalloh baxtli bo'ladi. Ana shu e'tibordan barcha jamiyatlar o'zlaridagi oilalarning mustahkam bo'lishi, baxtli bo'lishi uchun qo'lidan kelgan barcha choralarini ko'radilar. Ayniqsa ushbu kitobimizni nashrdan chiqishi, mana endi ovoz nusxasini